Ona tili dars o'tirmabdi. Bolalar qochib ketibdi. Nima darslari? Kim o'tadi? 10 minut o'tib ketdi-yu darsga 10 minut. Namangan viloyati Davlatobod tumanidagi 42-sonli umumta'lim maktabida faoliyat olib borayotgan ayrim ustozlarning ta'kidlashicha, maktab rahbariyati tomonidan yo'lga qo'yilgan noqonuniy pul yig'imlari nafaqat ularni moddiy jihatdan noqulay ahvolga solmoqda, balki jamoadagi ishonch muhitiga ham salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Men ushbu maktabdagi 17 yillik faoliyatimda bunchalik darajada o'qituvchilardan pul yig'ib, undan tashqari o'qituvchilar sha'niga haligi haqoratli gaplari bunchalik darajada bo'lib ketganini umuman endi duch kelyapman-da. Mana shu maktab direktori zavch faoliyat boshlagandan keyin mana har bitta o'qituvchidan masalan ta'til paytida ishga xohlasang kel, xohlasang kelma deb turib, o'sha 300 ming, 400 mingdan pul oladi. Maktab remontiga deb turib, har bitta o'quvchidan 30 mingdan 50 minggacha, o'qituvchilardan 200 mingdan 300 minggacha. Keyin har doim maktabga tekshiruvchi keldi deb turib 50 mingdan 100 minggacha har oyda shunaqa pul yig'ib boriladi. Endi bu pul yig'ishga maktab jamoasi o'qituvchilar o'rganib qolgan. Aslida o'rganib ketish kerak deb o'ylayman. Hozir qayerlarga murojaatlar qildingiz shu bo'yicha endi norozilik? Endi bu norozilik bo'yicha men Namangan viloyati xalq ta'limi bo'limiga murojaat qildim. Lekin murojaatlarimda mana javob xatlarini ko'rishingiz mumkin. Hammasida xuddi o'zimni yozmachi, yolg'onchiga chiqarib, hamma faktlar asossiz deb topilgan haqida mana javob xati beryapti. Axir maktab bu avvalo tarbiya o'chog'i. U yerda o'quvchilarga nafaqat bilim, balki adolat, poklik va qonunga hurmat kabi qadriyatlar ham o'rgatiladi. Muqaddam Ahmadaliyeva ham olayotgan maoshi ozligi sababli mazkur holatlardan norozi ekanini bildirdi. Maktabda pul yig'ishlari ko'proq, ortiqcha pul yig'iladi ko'proq. Shundan menda ko'proq muammo bo'ladi, chunki maoshimizni o'zi arang yetkazamiz. Ozroqmi maoshingiz? 3 million, 3,5 million. Qo'limizga tegishi, u sinf rahbarligi bor. Darsimiz oz, kechgacha maktabga yurishimiz kerak, sinfimiz borligi tufayli. Demak, o'sha yig'imlardan norozisiz. Hammadan yig'iladimi yo bittasi? Hammadan yig'iladi. Kimdandir? Yo'q, hammadan yig'iladi. O'qituvchilardan hammasidan. Har oy jarimalarga, har oyga yig'im bor. Dilafruz Siddiqovaning so'zlariga ko'ra, murojaatdan so'ng kelgan tekshiruvchilar sinf xonalaridagi kuzatuv kameralarini ko'rmagan. Uning aytishicha, agar kamera yozuvlari tekshirilsa, maktabdagi haqiqiy holat ma'lum bo'lar edi. Tashkilotlar kelganda o'rganishini talab qilganimda maktabdagi kamerani ko'tarilmaydi dedi. Chunki maktabdagi kamera ko'tariladigan bo'lsa, bilasizmi, maktabda ichida bo'layotgan butun hamma narsa ko'tariladi, ochiq oydin. Lekin buni hech qaysi tashkilot kamerani ko'tarib berishni talab qilmadi, xohlamadi ham. Endi o'sha aytganimdek, maktabdagi kameralar o'qituvchini kamchiligini topib, albatta uni orqasidan biznes qilish uchun qo'yilgan xolos. Holat yuzasidan biz maktab direktorining o'quv ishlari bo'yicha o'rinbosaridan ham izoh oldik. Yo'q, oyligi normalniy. Bularda ikkitasida dekabr oyigacha 50% beriladigan ustamasi bo'lgan. Ba'zi o'qituvchilarda yo'q o'sha narsa. Bularda informatikadan 50% bo'lgan. Faqat yangilab boshqatda imtihon topshirib ulgurmagani uchun mana yanvar oyidan yo'qolib qoldi. 1 million oylik bo'lsa 1,5 million o'sha prezident farmoni bilan chiqqan imtiyoz bor edi. U pul yig'im degan narsani men qiziqdim. Nima ekan? Zavod sifatida men ham ma'lumotlarga javobgarman. O'sha moliya taftish boshqarmasi tomonidan yoki prokuror tomonidan tekshiruv natijasida xodimni to'g'ridan-to'g'ri faoliyatida kamchiligini noto'g'ri ish haqi to'langan sifatida qaytarish degan narsa bor tizimimizda. Men o'tmagan darsim uchun yo darsimni talab darsi o'tmaganim uchun yo lavozim vazifa bajarmaganim uchun ish haqini noto'g'ri olgan bo'lsam qaytariladi. Direktor o'rinbosarining so'zlariga ko'ra, maoshi kam chiqayotgan pedagoglarning bu holati ularning yuklamasi yetarli emasligi bilan bog'liq. Xo'sh, bu holat tushunarli, ammo naqd pul ko'rinishidagi yig'imlar nima sababdan yig'ilayotgani ochiq qolmoqda. Bizga taqdim etilgan video tasvirlarda haqiqatdan ham pul yig'ilayotgani aks etgan. Profsoyuz tomonidan bizdan chiqmaydi u narsa. Kasb uyushma yig'ilib, o'rtoqlar, mana singlimiz turmushga chiqyapti, mana odamning onasi o'tib qopti. Kelinglar, ozgina bir yurakdan, u yerda ham bu summa belgilanmagan. Bir alohida 50 ming bermasang 49 ming kam degan tushuncha yo'q. Sizni musulmon sifatida pozitsiyangiz qanaqa? Bermasangiz ham siz hech kim sizni buning uchun haliga qilmaydi, muhokama qilmaydi.
Daftar ham tutilmaydi unga alohida ro'yxat qilib to'xtachi, 4 ta o'lim bo'libdi, pul bermabsan, 3 ta to'y bo'ldi degan tushunchalar ham yo'q. Bu ixtiyoriy ravishda bo'ladigan pul yo'q. Mana shu ikkitasini bilaman men. Maktab territoriyasida bo'ladi bu. Tegishli tashkilotlar har ikki tomonni eshitgan holda bu kabi holatlarga oydinlik kiritishi lozim. Bundan tashqari, o'quvchilarning davomati ustida ham jiddiy ish olib borish kerakligi haqida o'ylab ko'rish maqsadga muvofiq bo'lar edi. Bu masalaga befarq qaramaslik, kelajak avlod tarbiyasi uchun mas'uliyatni his qilish bugunning eng dolzarb vazifalaridan biridir. Azim Madaminov, Asadbek Saidahmatov, Vaqt informatsion dasturi uchun Namangan.